Hammaga salom. Bugun biz sizlar bilan PDF formatdagi faylni Word shakliga o'tkazishni o'rganamiz. Birinchi navbatda biz Google ga kiramiz. Ya'ni o'sha Google ga kirganimizda birinchi qidirmoqchi bo'lgan mavzumizni yozamiz. Masalan, men axborot texnologiyalari deb texnologiyalar haqida ma'lumot mavzusini tanladim. Shuni yozamiz mana. Axborot texnologiyalari haqida deb yozaman. Undan keyin mana shu joyda e'tiborimizni qaratsak, file type .com docx degan o'shanda qidirsak, PDF shaklda emas, ya'ni Word shaklda chiqarib beradi. Mana axborot texnologiyalari haqida endi biz boyagi aytgan kalit so'zimizni yozib olamiz. File type .docx. Endi qidiruvni bosamiz. Mana ko'rganimizdek, hamma ma'lumotlar Word shaklda chiqdi. Hech qaysi PDF shaklda chiqmadi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.